Kompaniyalarda qadriyat nima uchun so'raladi va nima uchun muhim qadriyat aynan kompaniyalarda? Siz birorta joyga suhbatga borganingizda ishsizga qadriyat haqida shunaqa rezyumeda bo'ladi. Anketada bo'ladi. Qadriyat haqida so'ralgan joylar bo'ladi. Nima uchun kerak? Aynan o'sha kompaniya sizni qadriyatingizni bilish orqali siz kerakli u kompaniyaga kerakli odammisiz yoki umuman u kompaniyaning qadriyatlariga to'g'ri kelmaysizmi? Shu narsani bildiradi. Qadriyat deganda ko'pchilik diniy narsani tushunadi. Yo'q. Qadriyat bu siz qadrlaydigan narsa. Siz pulni qadrlaysizmi, o'sishni, rivojlanishni qadrlaysizmi yoki umuman boshqa narsalarni qadrlaysizmi, munosabatlarni qadrlaysizmi? Nima sizning qadriyatingiz nima? Qadriyat shu. Bizga ham birga ishlaylik, shogird bo'laylik deb ko'pchilik yozadi. Qadriyat juda ham muhim. Agar bizda qadriyatlarimiz to'g'ri kelsa-da birga ishlaymiz, agar to'g'ri kelmasa yo'q. Qadriyat mana shu narsa. Atrofingizdagi odamlar ham xuddi shu. Sizni qadriyatingiz doirasidagi odamlar, sizni qadriyatingiz doirasida bo'lmagan odamlar siz bilan o'rtoq bo'la olmaydi. Umuman boshqaga qarab ketadi. Xullas chiqib ketadi siz oldingizdan. Shunaqa.